yosh bolalarni ham bir oy mobaynida uyda o'tirib tursa bo'lar ekan deyapti. Baldarni meşte olib kelish kerak. Bizde imamdamlar baldar meşte olib ketkile deyiveradi da. Başını uçuk qilaveradi deydi. Başqa siyib qo'yadi. Kiysa so'pi tasalash kerak bo'ladi. Sultan Süleyman Allah o'sha aytganda, agarda mechitdan yosh baldarni ko'rib o'singlar, o'sha ummatning kelajagi yo'q degan. Baldar olib kelib turish kerak bu yoqqa. Namoz o'qib olsa qo'ysin, qiyqiraversin, o'ynayversin, sindiraversin. Hatto mechitga kelib turish kerak-da. Payg'ambar alayhisalom aytadi, men namoz o'qiyotganda masjidda baldarni yig'laganini o'qib turib, eneleri baldarni yig'laganini qiziqib o'tirib, nima qijolat bo'lib o'tirib, namozni qijolat bo'lib qolmasin deb namozim tezroq o'qiydilar deydi. Demak, payg'ambarning vaqtida sahobiyalar baldarni olib kelgan masjidga. O'shani bir sunnatga oshirishimiz kerak-da. Bizning masjidlarda doimo baldar bo'lishi kerak. Bir masjidga borsa baldarni qo'layverishadi-da. Ular dindan, ilmdan xavoris odamlar degan so'z.